Hürmetlik vatandaşlık siyemizi devamlaştırımız. Bugünkü ıslahı 2020 yıl 8. ayının 26. günü haftiga çarşamba. Adetlikiden teximi çoğun bolgan siyaset dosallığı duş keledi. Lekin Cungo hükümeti hakikaten soda ve jukumluk virusının tarqalish meselesi de başka devletlerine bargan siri ümitsiz kaldırdı. Sabık devlet bexatarligi maslahatchisi John Bolton Prezident Trump'ni inkar qiladigan bir jumlada mundaq ayıplagan. Prezident Jungo'nun Reis Xi Jinping'den Uygurlarga tutgan muamelesini qo'llaydiganligini bildirgan. Agar Prezident Trump bundaq gaplarga raddiya berdigan bo'lsa bugun, raddiya berdigan ish bo'lsa, undaqda faqat birle tallaş yolu var. O bolsama Jungo'nun kılgan kılıklarına ırık yoqtoş evrişkisine çaplaştın ibaret. Yani ırık yoqtoş cinayetini çaplaştın ibaret. Devlet Mahkemesi'nin bayanatçısı mundaq görsetti. Tasdiqlayalmasam lekin inkar qilolmayman. Mundaq ırık yoqtoş cinayeti del hazır muhakeme qilibyatimiz. Köpçüket bayanatçı biz hazır Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti hükümetiga Şinjan'da kişilik hukukla depsendi qilish hareketlerine toq tutuşqa rağbetlendirish berishni tirishchanlik ko'rsatyapmiz. Belki her xil tadbirlarni o'zliksiz dangsab ko'ryapmiz. Devlet Bexatarligi Komitetining bayonotchisi konkret tadbirlar to'g'risida to'xtalmadi. Lekin bir parcha bayonotida mundaq dedi. Jungo Kompartiyasining zo'ravonligi Ikkinchi Dünya urushidan beriki asonliq millat Uyg'urlarni zo'r ko'lamda nazarband qilishdir. Köpçüket avvalqı hükümetlerde nurgun dünyavi derecelik rehberler var idi. Ular notuk sözlügende quruq sözlep geldi. Lekin Prezident Trump allaqachon çoğun yüreklik bilen hareket qo'llandı. Devlet Bexatarligi Ministerligining bayonotchisi bu to'g'rida suhbat bayon qilishni rad qildi. Irq tozalash degan bu iboraning xalqaro qonunlarda ancha salmiqi yo'q. Lekin Amerika amaldorlari ba'zi chaqlarda bu iborani irq yo'qotish degan iboraning o'rnida ishlatib keldi. Masalan, Prezident Trump hükümeti Burma hükümetini zo'r ko'lamda soyqirım qildi deb atadi. Yani zo'r ko'lamda Rohingya xalqini musulmonlarni qo'g'lab chiqardi dedi. Irq tozalash edi. Endi shu to'g'rida shundoq ayblangan kishilarni embargo qildi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkemasi jinoiy jazo adliya ishxonasi orqali boshlamchi bo'lib tekshirgan hamda irq yo'qotish deb belgilagan. Sobiq Prezident Obama vazifa o'tagan mezgilda islom davlatini terrorist tashkilot deb e'lon qilgan. Iroq va Suriya davlatlari Hristiyan muridlariga Yazdi va boshqa etnik guruhlarga irq yo'qotishni yo'lga qo'ygan. Gerçi olimlar va faoliyatchilar zo'r besimga duch kelgan bo'lsa-mu, Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Rohingya xalqlari vaqasini irq yo'qotish deb atashni xohlamagan edi. Davlat mahkamasi mundaq ko'rsatdi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Burma hukumatini irq yo'qotish siyosatini yo'lga qo'ydi deb ayblashdan ansirgan. Chunki Burma hukumati o'zini Jungo'ning qo'yniga atadi deb ansirgan. Şunu bilen Amerika'nın Osiyodagi ta'siri kuchi ojizlab ketadi deb ansirgan. Belki Amerika hükümetinin etnik Uygur musulmonlarni qo'llashi go'yo Prezident Trump'ning o'tmishdagi islom diniga qarshi söz iboralari hamda musulmonlar ko'p sonliqni egallagan davlatlarning grajdanlarining Amerikaga kirishini cheklash buyrug'i bilan qaychilishib qolatdi.
Lekin Uyghur milletiga qaratilgan voqealar xil siyosiy ko'rinish ostida intayin zo'r salmoqqa ega. Shuning uchun xalqaro jamiyat qo'llashi kerak. Yana boshqa bir tarafi shuki, Prezident Trump hukumatining yer shari diniy e'tiqod erkinligini ilgari surish harakatining bir qismi bo'lish sifatida bundaq harakat tadbirlar Prezident Trumpning Hristiyan muridlarining qo'llashi bo'lib qoladi. Yoki qo'llashini jalb qiladi. Prezident Trump hukumati allaqachon Uyg'urlarni bostirishga qatnashgan jungo amaldorlarga iqtisod va viza berish cheklimasi bo'yicha embargo yurgizdi. İkinci leksiyimiz tügüdü, vatandaşlar müşterekmiş kamera qandaq aldığımız suratını bilelmedim. Yani aptap kişi oldu bolğay. Yani devam ba vatandaşlara.